Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'sh, Manzara Forest kanaliga xush kelibsizlar. Men sizlarga bugun o'zlaring ko'zlaringdan ko'rish uchun turli bir narsani ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Yana sizlarga video qilib yana to'liqligicha ko'rsataman. Men hozir gullarga, atir gullarga hasharotga qarshi mana meteorit degan dorisini beryapman. Sepyapman, ya'ni buni 20 gram ichida bo'ladi. Xo'sh, bir chayni loshka, mayda loshkacha bilan bir chayni loshka olyapman. Uni mana shunday bakalashkaga 1,5-2 litrlikka qo'shyapman. O'zi aslida 2 litrga qo'shish kerak, men 1,5 litrga qo'shyapman. Sababi dozasi kuchliroq bo'lsa, yaxshi ta'sir qilishi uchun. Buni sepishdan maqsad gullarni ichida hasharot paydo bo'lyapti va gullarni mana shundoq qilib gullarni ichiga kirib olishyapti va yeb tashlashyapti. Bu gullarni yo'q qilish uchun shu meteoritni qo'shyapman. O'sha nimasini kukunini 1,5 litrlik bakalashkaga qo'shyapman. Mana shunaqa purkagichda, bir martalik purkagichda olasizlar. Har doim purkaydigan suv sepadigan purkagichlaringni ishlatmaysizlar. Sababi bunda ishlatilgan doridan keyin boshqa dori ishlatishlaring mumkin emas gullarga. Bu juda ham zo'r effekt berar ekan va buni yomg'ir bizlarda ko'p bo'lganligi sababli bahorda bir emas, shu har yomg'ir yoqqandan keyin, misol har 3-4 kunga yomg'ir yoqsa, 3-4 kundan keyin bir sepishlaringni tavsiya qilaman. Chunki yomg'ir sababli boyagi hasharotga sepgan dorilarimiz ham yuvilib ketyapti, ko'p yoqqanligi sababli. Xo'p, sizlarga buni tavsiya etaman, lekin mana qaranglar, perchatkada ishlayapman. Bez perchatki ishlashlaringni tavsiya qilmayman. Maskada. Sizlarga qanday ko'rsatsam? Men o'zim ham maskadaman. Hozir одноразовый bir martalik maskada to'qasizlar va perchatkilarni to'qib одноразовый bir martalik bakalashkalarni ishlatasizlar. Keyin mana shunday paytlarda purkagish qilgan paytim men mana bunday gullar уже ochilib bo'ldi, bu gul, atir gul. Ochilib bo'lganlarni mana shunday olib kesib tashlayman. Sababi qo'lim bilan to'rtqaychingiz bo'lsa to'rtqaychi bilan, qo'l bilan bo'lsa qo'l bilan shunday qilib kesib tashlaysiz. Sababi mana bular ko'ryapsizlarmi? Yashilcha tana. Mana bu yashil tana, bu atir gullarni kesib tashlaganim uchun. Mana har bir kesib tashlagan novdamni tagidan yana yangi novda chiqishi uchun bu novdani eskisini kesib tashlash kerak. Chunki agar eski ochilgan mana bu gullarni kesib tashlamasangiz, bu gul tamom bo'ldi. Buni kesib tashlamasangiz, yangi novda shakllanmaydi. Atir gulni boynagi o'sha guliga bergan bor kuchi guliga ketadi va poyasiga, ya'ni keyingi shox navdasiga kuch sarflay olmaydi. Bor kuchi o'sha bitta gulda ochilishiga ketib qoladi yoki bir nechta gulni ochilishlariga ketadi. Shuning uchun yangi novda chiqarishga kuchi yetmaganligi sababli u boshqa gul chiqara olmaydi toki siz o'sha gulni kesib tashlamagunizcha. Atir gul bir sira ochiladi. Mana shunday holatda ochiladi. Chiroyli bo'lib mana ochildi. Bu ochilgan payti mana shunday shaklda qancha payt tursa shuncha payt turadi. Lekin ochilib tamom bo'lgandan keyin uni chiqarib tashlaysizlar. Xo'p, endi mana shunaqa qilib mana hali endi g'unchalagan. Qaranglar, g'unchalarga mana shunaqa qilib dorilarni sepamiz. Mana shunaqa qilamizda gullar g'unchasiga polni sepamiz. Chunki bu g'unchalar ochilgach, baribir o'sha semiz kurchalarimiz bularni yeyishga harakat qiladi. Har yil bunday bo'lmasdi, lekin shu yillar shunday bo'lyapti. Yomg'irgarchilik ko'p bo'lgan hisobidan bo'lsa kerak, gullarga qo'ng'izchalar kelib, talab yeb tashlashyapti. Mana shunday. Azboy talab yeb tashlagandan qo'ng'izchalar olib tashlashga majbur bo'ldim bu gullarda. Shunday qilmasak ham bo'lmayapti.
qo'ng'izchalarni albatta o'ldirib, keyin gullarni olib tashladim. Hammasini yo'q qilib, bo'lmasam boshqa gullarga ham hujumga o'tmasligi uchun. Mana qaranglar, har bir kesganimda men bularni одноголовка qilib chiqqanman atagullarni, chunki men buket uchun ishlataman. Uyda hovli uchun ishlatadiganlar menga o'xshab одноголовка qilish shart emas. Bir gala ochilib yotsa ham bo'ladi. Men buket qilaman, buketchilar uchun sotaman. Shuning uchun buketchilarga одноголовка kerak bo'lgani uchun одноголовка qilib chiqaman. Keyin mana kesganimda, kesgan shoxlarimni qaranglar. Har bitta kesgan shoximni tagidan yangi novda chiqayapti. Qip-qizil bo'lib qaranglar, qolgan joylari ham yashil. Bog' kuchini o'sha nimaga emasu, gulga emasu, yangi novda chiqarishga beradi shunda. Buketchilar uchun sotmoqchi bo'lsalaringiz, одноголовка qilsalaringiz, bir faslda 3-4 martagacha ham olishingiz mumkin. Uyda shunchaki ochilib turishini xohlasalaringiz, одноголовка qilish shart emas. Mana shunday o'saversa bo'ladi. 3 ta, 4 tadan, 5 tadan o'saversa bo'ladi. Bu ikkinchisi meniki, ikkinchisini одноголовка qilib chiqmadim. Одноголовка qilish uchun kichkinaligidan одноголовка qilinadi. Hali endi yangi chiqargan paytlaridan. Katta bo'lgandan keyin o'zi kech olganingiz bilinib qoladi tanasidan. Buketchilarga sotmoqchi bo'lsangiz, bunday qilmaysizlar, tavsiya etmayman. Mana qaranglar-da. Mana kuchalar hujumga o'tmoqchi bo'lishyapti. Xullas, mana shunday shaklda gullarimizga sepib chiqamiz. Sepish baravarida ana shu ochilib bo'lgan gullar bo'lsa, shalpayib qolganlari bo'lsa, bunday bo'lib bularni olib tashlaymiz. Yana yangi novda chiqarish uchun shu to'ba. Chunki kuchini o'sha ochilish uchun emas, ochilib bo'ldi o'zi bu gul. Ochilib bo'lgandan keyin yangi novda chiqarishga sarf xarajat qilganim ma'qulroq deb o'ylayman. Mana qaranglar. Kesganlarim tagidan mana yana yangi novda chiqaryapti. Chunki bog' immunitetini gullar gullashga sarf qilmayapti-da, yangi novda chiqarishga sarf qilyapti. Yangi chiqargan masalan hozir g'unchalagan bo'lsa, tegishmaysizlar mana. Bular o'zi g'unchalab ochiladi, ochilguncha. Ochilib bo'lganlarini, misol suvlanqlanib, suvlib qolganlarini olib tashlasalar, yangi g'unchalariga, yangi novdalarga beradi bular bog' kuchini. Qaranglar, chiroylik qaranglar. Tabiatning go'zalligini. Xullas, mana shu shaklda sepib ketamiz qolganiga ham. Sizlar tushunishlaring uchun men shunday video oldim. Ko'pchilik mendan so'rashyapti, qo'ng'izlar, hasharotlar kelyapti, qanday yo'q qilaylik deb. Shuning uchun yuqorida ko'rsatilgan o'sha dorilardan foydalanasizlar, hasharotlarga qarshi. Qanaqa savollaring bo'lsa, kommentariyalarda yozsalaring, men albatta javob yozib o'taman. Har bir kommentariyaga diqqat bilan e'tibor berib javob qaytaryapman gruppada. Buni hasharotga qarshi xohlagan turdagi gulingizga sepsangiz bo'ladi keyin. Misol boshqa turdagi, bizda boshqa xil gullar ham bor. Boshqa xil gullarga hali bunaqa hasharot tekkani yo'q. Mana bularni qaranglar, tabiatning go'zalligini qaranglar. Esa cho'l ochilib turibdi. Bular yaxshilab ochilib olsin. Yaxshi turibdi, hali keyinchalik olib tashlaymiz. Liliyalarimiz mana. Qaranglar, o'sha ochilish boshlayapti.